Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hoji boy, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Ibodatlar bilan, ziyoratlar bilan charchab qolmayapsizmi? Rahmat. O'zi charchab qolmayapsiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Firmamiz tarafidan ko'rsatilayotgan servis xizmatlar ko'ngildagidek bo'lyaptimi? Allohga shukr. Judayam ko'ngildagi bo'lyapti. Rahmat rahbarlarimizga. U yoqda hayotda juda ham katta yaxshi gaplar aytganida, xuddi hammasi amalga oshyapti hozir mana. Yeb ichishimiz, yotishimiz, bu yerda sizlarning xizmatinglar, bugun mana Qur'onni kitobini olishimiz juda ham zo'r bo'ldiki, masalan Qur'onga endi yetishimiz qanaqa bo'lardi bilasiz o'zingiz. To'g'ri. Ha, u 1000 odamga yetishdan to'g'ri kelardi. Alloh taolo nasib qilib hozir har bitta mana Qur'on kitobini nasib qilyapti. Endi buni ishlab chiqarishni ham ko'rsatdi bizga. Shuning uchun avvalo bizim firmamiz rahbarlariga, sizlarga xizmatga yigitlarga Alloh rozi bo'lsin ishinglardan. Amin. Bundan ishinglar doimo a'lo bo'lsin. Doimo hammani duosini olishga nasib rozi bo'lsin. Xo'p, inshaalloh bugun va erta Madinada ziyoratlarni tugatganimizdan so'ng Makka Mukarramadagi sizni tafsilotlaringizdan ham Xudo xolosda yana bir bo'lishamiz. Xudo xolosda inshaalloh. Inshaalloh bu Toshkentda berilgan va'dalar bajarilib kelyapti. Albatta, bajariladi. Rahmat, qulluq, rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Joningiz sog' bo'lsin, hozir. Rahmat, qulluq, rahmat.